Assalomu alaykum, PS4 kuzatayotgan mijozda ancha vaqtli video qo'ymayotganimga. Hop, ko'rasizlar, vitrinada to'ldirib qo'yganman. PlayStation'ga kelgan 5 Pro, Exclusive, 5 Slim, bu yoqda aksessuarlar, joysticklar kelgan mana. Hop, Dubaydan olib kelib qo'yganman. Hammasini arzon qilib, hop, Lux Kopia PlayStation 3 joysticklar kelgan. To'g'ri joysticklar kelgan, takoy FIFA. Yangi narsalar kelgan, anaqa narsalar kelgan mana to'g'ri joysticklardan, yengichalari. Nima deyapti? Voy, dod-dod-yu. Hop. Video qilishdan maqsad PlayStation 5 Pro ishlatilganini olib qo'ydim. Kimga kerak bo'lsa telefon qo'yinglar, mana 5 Pro 2025 chiqqan. Ideal holatda. Yaqinda GTA 6 chiqadi. GTA 6 ni kim 5 Pro da o'ynagisi kelsa, bemalol telefon qursin. Ideal holatda arzon narxda qilib beraman. Bilasizlar, yengisi juda ham qimmat. Komplekt nima deyapti ana yerda? Ikkitadan joystick, sim kabel. $50 turgan sumkalari bor. Kimga kerak bo'lsa, bemalol telefon qo'yinglar, pastga yozib qoldiraman nomerimni. O'zi bir dona jigarlar. Sizlar uchun olib qo'yganman, eng arzon narxda qilib beraman. PC Store'da eng arzoni bo'ladi jigarim. PC Store kelamiz. Ha, esdan chiqib qopti. 22 ta o'yini bonus qo'shiladi jigarlar. Sizlar uchun ichida 22 ta o'yin yozib qo'yganmiz. Dodo o'yinlari bor ichida. Bonus qo'shib beriladi. PC Store'da unutmaymiz, eng arzoni bo'ladi. Kelamiz.